Bugun tunda futbol bo'yicha Yevropa Chempionlar Ligasining hal qiluvchi final o'yini bo'lib o'tadi. Unda Fransiyaning Paris Saint-Germain va Italiyaning Internazional jamoalari o'zaro bahs olib borishadi. Uchrashuvni ruminiyalik hakam Istvan Kovac boshqarib boradi. Final Germaniyaning München shahridagi Allianz Arena stadionida o'tkaziladi. Mazkur o'yingoh Bavariyaning uy stadioni bo'lib 75 ming muxlisni o'z bag'riga sig'dira oladi. Mazkur klublar rasmiy o'yinlarda ilk marta to'qnash kelishmoqda. Har bir finalning o'z nomi bor. Buni mag'lublar finali deyish mumkin. Chunki ikkalasi ham yaqin o'tmishdagi finallarda minimal hisoblarda yutqazib qo'yishgan. PSG 2020-yilda Bavariyaga, Inter esa 2023-yilda Manchester Cityga imkoniyatni boy bergan. 2004-yilda Portugaliyaning Porto klubi Fransiyaning Monaco jamoasini mag'lub etganidan beri Angliya, Ispaniya yoki Germaniya jamoalari ishtirok etmagan. 21 yil ichidagi birinchi final hisoblanadi. Bu PSG uchun o'z tarixidagi ikkinchi final hisoblanadi. Parijliklar finalga qadar Angliyaning 4 ta jamoasini yer tishlatdi. O'tish bosqichida Manchester City, nimchorakda Liverpool, chorak finalda Aston Villa, yarim finalda esa Arsenal dog'da qoldirildi. PSG jamoasi 1970-yil 12 avgustda tashkil etilgan. Uning hozirgi bosh murabbiyi ispaniyalik mutaxassis Luis Enrique u paytlarda atigi 3 oylik bo'lgan. Milanliklar uchun bu 7-final hisoblanadi. 3 ta chempionlik va 3 ta kumush medallar egasi bo'lishgan. Oxirgi g'oliblik Jose Mourinho boshchiligida 2010-yilda qo'lga kiritilgan. Nerazzurrilar finalgacha Bavariya, Barselona singari nomdor jamoalarni turnirdan chiqarib yuborishdi. PSG jamoasining imkoniyati nisbatan yuqori bo'lgan mazkur musobaqa tarixidagi 70-finalni 31-maydan 1-iyunga o'tar kechasi 23:55 dan boshlab Zo'r TV orqali tomosha qilishingiz mumkin.